Barchaga salom do'stlar. Bugun biz birgalikda sizlar bilan ko'rib turgan ushbu figurangiz, ya'ni Maelstrom o'yini bilan birgalikda tanishib chiqamiz do'stlar. O'yinimiz horror janrida ekan, ya'ni bir mevlardan tashkil topgan bir horror o'yin ekan do'stlar. Va biz o'yinimizni boshladik do'stlar. Ko'ramiz qay darajada bu qo'rqitadi endi, bu yoki bo'lmasa qay darajada bir kuldiradimi. Buni birgalikda guvoh bo'lamiz va boshlandi do'stlar. Alohida bizni bir Maelstromning uyimi? Ha, Maelstromning uyi bo'lsa kerak bu. Maelstrom o'rnidan turdi. Memlarga aylangan Maelstrom. Maelstrom biz ekan. Biz o'rnimizdan turibmiz. Tashqariga chiqishimiz kerak. Xo'p, o'yinchamiz. Bu uyi menimcha uy bo'lsa kerak, uy bu. Bir ustaxonami deb o'yladim, bir yo'q, bu uy bo'lsa kerak. Hoppa. Nima deyapti? Yo'q bu. Bu ham Maelstrom. Maelstromni boshqacharoq bir yuz qiyofasini qo'yib qo'ygan. Ha. Bu yerga kirishimiz kerak ekan. Kutilmaganda skriminglar paydo bo'lyapti. Asta-sekin kutilmaganda. Xo'p, mana bu bizning ustaxonamiz. Biz bu yerga kirmas ekanmiz, lekin nega ko'rsatdi? Biz telefonimiz jiringlayapti. Здорово, мачо. Я тебя занял, и в огородство играть не буду. Отработаешь заказик, и мы в расчете. Лет через 30. Твой товар лес твой, я оставил за схлоп, что находится неподалеку. Fonarimni yoqib olsam bo'ladi. Fonar nima uchun berilgan? Bu shinani menimcha bir qorong'uroq joydan topamiz, to'g'rimi? Mana. Nima dedi? Shina top dedi. Mana bu yerdan. Shina, mana buni orqasidan borishimiz kerak menimcha, to'g'rimi? Shuni orqasidan borib, qanaqadir bir shinani olib kelishimiz kerak ekan. Chiqsak bo'ladimi? Chiqsak bo'ladi. Mana bu yerda nimadir deb yozilgan-a? Svalka lesa. O'rmon deb yozib qo'yibdi. Bu yerda esa svalka deb yozib qo'yibdi. Ana yerda ham qandaydir figura bor, ha? Biz boradigan tarafda ham qandaydir bir figura bor. O'rmon ancha katta ekan, do'stlar, eng qizig'i. Mana bu yerda menimcha shinalarni olishimiz kerak. O'zi bu mashina ham portlab ketgan, nima bo'lgan? Yo'qolib qoldi. Ha. Shu yerga qo'yamiz demak. Endi ikkinchisini ham olib kelishimiz kerak. Nimadir mashinani endi bir yig'izadimi? Ko'ramiz. Hozir buni birgalikda guvoh bo'lamiz do'stlar. Shinalarni olib kelgandan keyin. Mana bu muzika shu yerdan chiqyaptimi? Shalushay deyapti. Mualliflik huquqi bo'lmasa bo'ldi endi. Bu muzika mualliflik huquqi bo'lmasa kerak. O'zi do'stlar muzika qo'yyapti. Nimadir qilyapti, lekin o'zi muzika qo'yyapti, o'zi bir odamlarni chiqaryapti. Yani chaqiryapti, ko'rsatyapti. Ikkinchi narxni ham olib keldim do'stlar. Endi deyapti. Ha, nimadir bo'lyapti. Xo'p, xolodilnik nimadir taom yeymizmi, ovqatlanamizmi? Yo'q. Biz Maelstrom endi qoqar ekan mana bundan. Pivami, aroq, yo'q, orqasida kimdir bor. Instagram videolarga ham shunday amam deydi, lekin tolga faqat aroq bor ekan, xolodilnikka boshqa narsa yo'q ekan. Bizning telefonimiz jiringlayapti, o'zimizda ekan telefon. Xo'p. Hop, tashqarini ko'rsatib qo'yibdi, tashqariga menimcha borishimiz kerak. Shina bilan nima qilamiz? Birontani kallasini yoramizmi bu butilka bilan? Endi bu o'yinga kelib chiqib men shunday deb tasavvur qilyapman, to'g'risi. Qarang, mana katta-da joy. Ko'chalarga ham bemalol yursa bo'ladi. Xo'p. Qo'yamiz menimcha endi bu yerga. Lekin nima bo'ladi hozir qo'ysak? Shisha sinar ekan, do'stlar. Shisha sinar ekan. Bundan nima foyda hozir? Menimcha buni birgalikda hozir ko'ramiz. Ha. Soatlardan keyin mashina kelyapti. Qitma Maelstrom. Bir xitrik bir harakatlari bor ekan, bir pizdekda. Urilmadi, o'tib ketdi. Yana bu yotdi endi. Yana kutadim endi. Hoppa. Ikkinchi mashina. Urildi. Hoppa. Böyle. Bunchalik bir odam bo'lish uchun bilmadim nima qilish kerak. Mashinalar orqasidan bor deyapti lekin bizga.
Endi mashinaning orqasidan boramiz. Bu hozir o'ldi-da, to'g'rimi? Bu oldidagi odam. Hech kim yo'q ekan. Hozir kelyapti. Boshlanyaptimi deyman, arvohmi deyman. O'lgani arvohi. Hoppa. Hoppa. Endi-chi? Ichkariga kir deyapti. Ichkariga kiramiz. Hop, svet o'chib qoldi, chiroq o'chib qoldi. Shitogimiz qayerda? Shit qayerda? Biz shitni yoqishimiz kerak. Shitni yoqishimiz kerak. Och, yoq shitni. Hop. O'rmonning ichiga bor deyapti. Tabiiy ham o'rmon hozir. Mana bu yerga borishimiz kerak endi o'rmon. Загрузка bo'lyapti alohida. Xo'p. 3 ta nima topamiz 3 ta? Naydi 3 boyaga bir shitni yoqish uchun bir 3 ta bir nimadir topishimiz kerak endi hozir bu o'rmonning ichidan. O'rmon ichiga nima qiladi u? Aytdim-ku o'rmon juda katta ekan deb. O'rmon shu uchun katta. Endi biz hozir bu o'rmonning ichidan o'sha 3 ta kerak narsani topishimiz kerak. Skrimilarsiz. Ko'ramiz endi qanday darajada skrimilar bo'lar ekan. Xo'p. Eng qiziq do'stlar, bizning staminamiz bor ekan, ya'ni kimdandir qochamiz demak. Bu yerda menimcha arvohlar va boshqa sen o'lding deyapti. Xo'p, yonamiz. O'rmon juda qarong'i va menimcha juda ham katta. Shu narsani topishimiz kerak. Lekin o'sha 3 ta narsa qayerda? Xo'p, do'stlar. Mana bu kim? Yo'q bu. Bo'lsa keyin mana bu o'yinni topib oldim. Birinchi marta o'yin aylanib yurib. Yo'q bu. Bu nima qilyapti? Bu anaqachon bir marosim. Yo'q, endi o'ldim deb o'ylayman. Mana bu kimning basharasi? Qiyofa. Qandaydir muzika boshlandi. Bir aloqasi yo'qmi menimcha bu? Mana buni bilaman, lekin bu qandaydir satanistlarning bir marosimi. Mana bu 5 ta yulduzcha chizib qo'ygan. Bu satanistlarning marosimi endi. Shamla chizib qo'ygan. Yo'q, chirog'im. Lekin bu o'ydan nimadir topishib chiqishimiz kerak biz. Mana, aytdim-ku, nima bu? Batareyami? Biri 3 bo'ldi. Bittasini topdik. Yo'q, kimdir kelyapti. Lekin kimdir qo'yapti dedim-ku. Do'stlar, men qabriston topib oldim. Mana bu yerda qabristondan bor ekan. Qochsak bo'lar ekan, do'stlar, eng qiziq ana u ko'zi qizil kelgan paytda qochib ketsak bo'lar ekan. Biroz salgina ishlamay qolgan ekan, salgina. Bu yerda ham bitta bor, aniq bor. Kimdir qo'yapti. Yo'q bu. Men ko'rmagan ekanman, marhamga qarab ko'rmagan ekanman. Yo'q, endi u. Past kelib qoldi bu. Bu shunday qo'rab yuraveradi. Men oxirigacha men nimadir qanday topaman? Ketdi menimcha, endi ketdi. Ikkinchisi mana bu qabrda ichiga ekan. Do'stlar, qabrning ichini ochsa bo'lar ekan. O'rmonning ichida bitta uy bor ekan. Kirdim, lekin chiqquncha shu ko'z paydo bo'lib qoldi. Chiqolmadim. Podval ham bor ekan. Melistroyni bilsangiz do'stlar, xuddi shunaqa o'yinlarni o'ynaydi. Qimor o'yinlarini ko'p o'ynaydi Melistroy. O'shanga qiyoslab olganman endi. Bu yerda menimcha o'ynasak balki 3-chisini berar, to'g'rimi? Balki 3-chi batareykami o'sha shu yerdadir. Bizga orqa fon bilan Melistroy ko'rsatilyapti. Orqada ikkita gavda kelyapti do'stlar. Melistroy o'yinga berilib ketgan. Huge aql o'ylayapti, lekin u gavdalar yaqinlashib ikkita kachok. Melistroy o'ldi lekin do'stlar. You dead deyapti. Sen o'lding. Izlab do'stlar oxiri topdim. Mana bu konteynerli vagonni ichida ekan do'stlar birinchisi. Do'stlar. Ikkinchisi do'stlar boyib bilganingizdek mana bu yerda yana shundan olardik ikkinchisini. Do'stlar bizda oxirida tilim aylamay qoldi. Uchinchisini ham oldik. Endi hoppa keldi. Endi meni qo'laydi, orqamizdan qo'laydi. Boyagi joyga bor deyapti. Endi o'rmonning qaysi tarafdan mana bu yerdan bor, mana ko'rsatib qo'ygan. Staminamiz tugab qolyapti. Shuncha qilsak hozir o'ldirsa do'stlar, hamma batareykalar yo'qoladi. Noldan boshlanadi yana. Juda ko'p vaqt ketdi.
o'lib qolmaslikka harakat qilishim kerak. Yetdi. Oppa. Kun qizardi. Yo'q. Kun deb osmon qizardi demoqchi edim. Osmon qizardi, boshqacha bo'ldi. Bizning svitamiz hali ham yoniq emas. Yondirdik menimcha. Qanaqadir ovozdan kelyapti, eshityapsizlarmi? Mana buni yoqishimiz kerak. Oppa. Boyagi ikkita balonni endi bir qo'ydi-da menimcha. Yo'q bu. Melstroy kelyapti, qoch deyapti. Ikkita tanlov. Unga burildim, xo'p. Tanlov bor ekan oxirida. Bu kim? Yep. Momochani urib yubordim. O'zim og'anadim, ha? Oha. Tugadi deyapti. Tugadimi? To'xtang, bu hozir bu yo'nalishga ketsak nima bo'lardi hozir? Qani, bu yo'nalishni bir qilib ko'ramiz do'stlar hozir. O'sha joydan bo'ldi do'stlar, men boshdan bo'ladi deb o'ylabman. Hop, chapga burilib ko'ramiz. Ikki xil tugallanish. Sizlarmi bu tugallanishga? Balki bu tugallanish yaxshidir. Yaxshi ekan do'stlar. Bir la'natlangan joydan qochib ketdi desak ham bo'ladi do'stlar. Melstroy o'yini shu tarzda tugar ekan do'stlar. O'yin haqida bir fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin do'stlar. Videoga like va kanalimizga obuna tugmasini bosib qo'ying do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr do'stlar.